وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. degan bu oyatda, ya'ni ayollar bilan ulfat ilishinglar uchun Allohning ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi, aranglarda ya'ni er-xotin orasida mehr muhabbat o'rnatganligi Allohning kamoliy qudratini ko'rsatadigan alomatlardir degan bu Sura Rum'ninki 21. oyatida "Wa min ayatihi" degan so'zdan nima maqsad qilindi? Oyatdagi "min anfusikum" degan bu so'zningki ma'nosi nima? "Litaskunu ilayha" degan oyatdan nima maqsad qilindi va nima tushunchalarni olamiz? Oyatdagi "litaskunu" degan oyat sözdeki sukne, yani ko'ngil rohati yoki unsi ulfat degan nima ma'noni bildirdi? Er ayol mas'uliyatda barobarmi yoki bir-birini to'liqligichimi? Oyatda bayon qilingan mawadda va rahma, ya'ni mehr muhabbat va ko'yimchanlik degan so'zlardan nima maqsad qilindi? Qani suhbatimizning davomiga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allama al-Qur'an, khalaqa al-insana, allamahu al-bayan, was-salatu was-salamu ala nabiyyina al-adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli qarindoshlar, bugun biz Allohning yordami bilan Huquq va mas'uliyat nomli programmamizning 4-bölümini sizlar bilan o'rtoqlashish uchun men Nizomiddin Tamkini, Huquq va mas'uliyat nomli suhbatimizning doimlik mehmoni ustoz Muhammad Ali bilan bir araya keldik. Biz suhbatimizning ilgirki qismlarida ayollarning erlari ustidagi haqlari to'g'risida tafsiliy to'xtalgan bo'lsak, ammo bugun erlarning ayollar ustidagi haqlari to'g'risida to'xtalishimiz suhbatimizning normal taqozosi. Assalomu alaykum ustoz Muhammad Ali. Suhbatimizga tekrar kelganligini qarshi olamiz. Ustoz Muhammad Ali, biz yuqorida deb o'tgandek erlarningki ayollar ustidagi haqlari to'g'risida suhbatimizni boshlaymiz. Shundaqla bu masalani shariat qanday bayon qilganligini yanıla biz Allah subhanahu va taolaninki Qur'on Karimda bu vaqt bayon qilgan yuqorida tilovat qilingan oyatdagi Sura'ning 21-oyati "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma" degan bu oyatdagi har bir kalimada ayrım to'xtalsak biz bu mavzuningki haqqini beralaymiz deb qarayman. Chunki mazkur oyat ayollik munosabatningki asosi deb qaraladi. Bu oyatdagi "Wa min ayatihi" degan so'zdan nima maqsad qilindi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man wala, amma ba'd. O'qilgan yuqorqi surumning 21-oyatidagi "Va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma" degan oyatda Alloh subhanahu va taolo ayol o'tirisidagi munosabat va ayol o'tirisidagi huquq va majburiyat shaklini bizga go'zal shaklda ifodalagan. Oldi bilan oyatning 5-dagi bir qismi bizning diqqatimizni tortadi. Alloh Qur'oni Karimda cho'ng-cho'ng buyuk masalalarni o'rtaga qo'yib,
diqqat tortmoqchi bo'lganida va min ayatihi degan bu iborani qo'llanadi. Masalan, Surumning 22-oyatida va min ayatihi xalqus samawati val ard. Osmon zaminning yaratilishi haqida bizning diqqatimizni shu tarafga burash uchun oyatning oldida va min ayatihi degan iborani qo'llandi. Ya'ni Allohningki barliq, birlik, qudrat, inson diqqat berishga tegishli nuqtalarga qaratish uchun Allah'ның alametlerining birisi, Allah'ның pakitlerining birisi degan shaklda iborat qo'llangan. Undan boshqa Sura Fussilatning 37-oyatida insonning diqqatini kecha kunduzning almishish ahvoli, oy, quyosh qatorliq buyuk cho'ng jismlar insonning hayotiga zich munosabatli taraflarga tortish uchun yana va min ayatihi degan iboratni qo'llangan. Dal mushu cho'ng temalarda qo'llangan bu iborat ayol munosabatini bizga oydinlashtirish va huquqini bayon qilish oyatidimi aynı şekilde qo'llangan. Ya'ni va min ayatihi an xalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning ajoyib bir hikmat, ajoyib bir dalil paket qudrat ifodalarining birisi Alloh sizlarga o'zinglarga o'xshaydigan bir türden bir jup qilib berdi. Deb bo'lib, sizlar oranglarda bir xil taskin topsizlar. O'zaro bir-biringlardan litaskunu ilayha degani qalb huzuri his qilasizlar degan bo'ladi. Va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma. Oranglarda mehr muhabbat va mehribonlik qildi. Yani bu yerda bizning diqqatimizni tortadigan inchki bir nuqta bor. Ayol oturdu ki münasebetinin ifadesini Allah subhanahu wa ta'ala iki xil söz bilan ifadaladi. Birisi mehr muhabbet, söygü. Yana birisi kuyumchallik meselesi. Özünün ayolunun küzüde kilişken şekilde körülüp ayolu onu söygen vaxtida bu ailede illıqlık şekillenir. Ayolu erinin küzüde güzel görünüp eri ayolini söygen vaxtida bu ailenin davamlaşışı kapalatki ege buludu. Bu bir tarafı ailenin davamlaşışı için ayol oturda mehr muhabbet söygü oluş gerek. Aile bu arkalık devam kılıdı. Eğer ma'lum bir sebep bilen ya ağırıp kalıp neçe 10 yıllap ornundan turamaydıgan bir kesel köpüsü olup kaldı değil. Yakin ma'lum bir bala kaza tüpeylidin ayolının güzellik yo'qolib ketip erinin küzüge çıraylık kürenmeydiğen bu kaldı değil. Bir neçe balının anısı. Bu halette ikisinin oturda mehr muhabbet peyda olacak sebepler yok. Ama aile davamlaştırışından yine bir sebep var. O olsa mı ayetin ahirindeki rahme. Erinin kalbindeki ayalık olan mehriballık, ayalının kalbindeki iri olan mehriballık. Eri oylaydı ki şey mehriballıkның türkisi de neçe 10 yıl ötüp tok. Endi bu vaqt kelgan vaqtda buni qo'yversam nega bo'ladi? Yoki ayoli o'ylaydi ki necha 10 yil o'tibdi. Endi og'rib yetib qolgan vaqtda men buni tashlab ketsam, bu qanday qiladi? Bir xil mehr muhabbat u ikkisining ayrilmasdan oilani davom qilishga sabab bo'ladi. Ya'ni ailening umumiy tarixidagi umumiy davrlarda, umumiy bosqichlarida bir aileniki ya mehr muhabbetle devam kılıdı ya kuyumchallik bilan devam kılıdı ya ikkilisi bilan devam kılıdı. Qanday olsa meyli mehr muhabbet bilan devam kılsın, meyli kuyumchallik bilan mehribonlik bilan devam kılsın, ailenin devam qilishi bu şekilde o'xshamagan ikki jinsning devam qilishi Allah subhanahu va taolaninki ajoyibotlariniki, zimindagi qudrat ifodalarininki birisi. Ya'ni meyli mevedde olsun, ayette ifadelengen, mevedde sözülen ifadelengen, mehr muhabbet hukumu olsun. Ya ki rahmet sözülen ifadelengen, küyünüş, ağırtış bu olsun. İki sebep ailenin davamlı sebeplerinden birisi. Bu ikisi ayol oturda Allah tarafından uğurlaştırılgan, Allah'ın büyük kudret ifadelerinden birisi. Allah razı olsun. Mesela yuqorqi oyatninki davomida mesela min anfusikum degan bu cümle var. Bu
cümleden neme düşünümüz, neme dalalet kıldı? Şimdi Allah Subhanahu wa Taala ayal münasebetini belgileydiğin bu ayette min anfusikum degan bir ifade kullandı. Bunu tercüme kılgan vaqtda sizlarga o'xshash insondin. Sizlarning ichinglardan, o'zinglardan bo'lgan bir jup qilib deb tercüme qilyapmiz. Bu yerda bir inchki nuqtadan birisi bor. Yani Allah bizga bildirmoqchi bo'lgan bir nuqta bor. Yani sen qanday bo'lsang, ayoling shunday. Sen bir inson, ayolingga o'xshash shaklda bir inson. Sening yaxshi ko'radigan narsalaring bor. Aynı şekilde ayolingning yaxshi ko'radigan narsalari bor. Sening muhabbat nafrating bor. Ayolingning muhabbat nafrati bor. Sening g'azablanadigan vaqtlaring bo'ladi, xursand bo'ladigan vaqtlaring bo'ladi. Ashta bir mijozing bor. Ayolingning aynı şekilde g'azablanadigan xursand bo'ladigan taraflar bo'ladi. Ya'ni bu jihatda ayol o'xshash. Bu yerdan chiqib turibdiki, agar qachon kishi men ayolimdan ortiq, men qilmaydigan ishni ayolim qilish kerak. Yoki ikkisimizning o'tirida nima bo'lish kerak, farq qilish kerak deb o'ylagan zaman, yoki ayol eridan shu fikrdan aynı fikrga kelgan hamon oiladan bir mushkil chiqadi. Chuqum ayolini o'ziga o'xshash inson muhabbat nafrati va hissiyotga ega deb tushunish kerak. Ayol erini o'ziga o'xshash bir inson yaxshi ko'rdig'ini va yomon ko'rdig'ini va bu taraflarga rioya qilish kerak. Bu vaqtda andikin oilada güzel bir o'rtam, güzel bir muhit shu vaqtda yaratiladi. Endi bu yerda mening deb qo'ydigan bir gapim, diqqatni tortadigan bir nuqta bor. Davomli islom dushmanlari yoki islomni ayblaydigan ilmoniylar o'tirib qo'ydigan ayol bilan barobar emasmi degan nuqta kelimiz. İnsanlık noktasıdın. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın nazarındaki derece noktasıdın. İslam'daki onunla mecburiyet artırılış noktasıdın. Mecburiyetlerge karata mukafatlanış noktasıdın. Erlen ayol o'xshashlar beraber. Xuddi vazife sahibi olgandek, nurg'un vazife üstüge yüklengandek ayolning ustida vazife var. Kishi vazifasini ado qilsa, unga mukofot berilgandek ayol mukofotlanadi. Kishi o'zining vazifasini ado qilolmasa, jazolangandek ayol kishi o'xshash qanday qiladi? Jazolanadi. Ama şey kelgan vaqtda ba'zilar Sur Al-Imronning 36-oyatdagi "Va laysa zakaru kal unsa" degan bir oyat var. Bu oyatni kelib, kishi bilan ayol kishi qanday qilmaydi? O'xshamaydi deyishi mumkin. Buni ham izoh qilib o'tay. Ayollik xususiyatlarini tadqiq qilib yozilgan kitoblardagi ayol o'tirisidagi farqlarga qarasak, hayron qolgudek farqlar bor. Yani meyli cismani noktadan olsun, ruhi noktadan olsun, ictimai alaka, tefekkür kılış usulü cihetten olsun, ayolning o'xshamaydigan tarafları pek köp, fevkalade köp. Nima uchun bunda oldu? Çünkü hayatta qilishga tegishlik bir birlik vazifeler var. Mush vazifeler uchun loyiq shaklda ruhiyat bilan, cismaniyat bilan ve ictimai alaka, fikir, tefekkür uslubidan yaratilgan. Ayol kishining erga o'xshamaydigan bir vazifeler bo'ladi. Ayol kishi meyli ruhiy psixik nuqtasidan olsun, yoki jismoniy nuqtadan olsun va boshqa nuqtalardan olsun, o'zining vazifasiga loyiq shaklda yaratilgan. Bu nuqtadan ayolga asla qanday qilmaydi, o'xshamaydi. Endi erning o'zining vazifasiga loyiq farqli bir shaklda yaratilishi, ayolning o'zining vazifasiga loyiq farqli shaklda yaratilishi bu ikkisini zidlashtirmaydi. Belki bular kirasiman şekilde takamülleştirdi. Mükemmelleştirdi birisini. Bunun artık tarafı, bunun da kem. Bunun kem tarafı, bunun da artık. Eğer ikisi bir yere gelgen vakitte artık kem taraflar birisine mükemmelleştirdi. Bu kandaktır vazifenin o'xshamaslığı. Vazifeye göre verilgen alohidlik imkoniyat onundaki xususiyatning o'xshamasligiga qarab ikkisini zidlashtirish yoki darajaga ayirish mencha to'g'ri emas. Masalan, Qur'oni Karimda Rasulullahga erini shikoyat qilib kelgan bir ayolning ahvoli 7 qat osmonning ustidan vahiy shaklda tushgan. Qad samiyallohu qawlallati
tujadiluka fi zawjiha وتشتكي إلى الله. wa tashtaki ila Allah. Bu ayol Peygamber Aleyhisselam'ın qashig'iga kelib manda shikoyat qilgan erini. Mening erim, meni ağa vaqtda men yosh, güzel, oilam bor, iqtisodim bor. Manda bir holat etdim. Manda vaqtda to'y qilgan. Endi yeshim cho'ng yo'q masalan. Zilvoliqim yo'qolib, oilam dunyodan ketib masalan, mushunga muhtoj bo'lib qolgan vaqtimda taloq qilib etdi. Mening bolarim bor. Bununla tashlab turay desam, bolarimni zayi qilib turdi. Chunki bolarim mening tarbiyamga muhtoj. Bolarimni olib ketay desam, bolarimni baqalishim tasga tushdi. Bir vaqalikni deb kelgan. Mushu vaqalikning bosh tarafi bizga munosib so'g'achqa tabiiy vaqalikni to'xtatdi. Ammo mushu ayolning mushu so'zi ayol o'tirdiki vazifa ve karakterini intayin güzel yoritib bergan. Yani erinin mas'uliyati, ailenin asasını puxtulash, aileni sirtdan keladigan ehtiyojlarini qamdash bo'lsa, ayolning mas'uliyati ailenin ichki tarafi, ichki asasını hazırlash. Ballarının iqtisadi, maddi ehtiyojlarini dada qamdasa, manevi ehtiyoj tarbiyalarini kim qamdaydi? Ana qamdaydi. Degandek bir ma'nini ifodalaydi. Mayal Rasulullohning qashqa shikoyat qilish jarayonida degan so'zining o'zidilar. Mayalning so'zidan erning va ayolning vazifasi va alohidligi ma'lum shaklda qanaqa qilingan gavdilangan. Allah razı olsun. Ayette liteskunu ilayha degan bir cümle keladi. Bunu da es-sukna. Yani bu sukna kelimesini qanday tushunishimiz mumkin? Hem de ayet ayollarning munosabatini belgilagan vaqtda aranglarda mehr muhabbet var. Kuyinish var. O'zinglarga o'xshash insondan bir juftni sizlarga qilib berdi deb bo'lib keynidan liteskunu deb bir so'z ishlatildik. Arab tilidagi bu sakna yani bu sözün ma'nosi qalb huzuri degan ma'noda. Yani qalbning taskin tepişi degan ma'noda. Taskin tepish degan nima? Qalb huzuri degan nima degan vaqtda inson ehtiyojliq narsaga erishgan vaqtida yoki ehtiyojliq narsadan xotirjam bo'lgan vaqtda qalb huzuridir. Ayol o'tliq hissiyotga ega, mehribonlikqa ega, illiqlikqa ega. Bunun ehtiyojliq. Ötkür fikirge ega, çoğunqur iradege ega, chidamchanlikqa ega. Ayol bununla ehtiyojliq. İki cins birga kelgan vaqtida o'zi ehtiyojliq bo'lgan illiqlikni, ehtiyojliq bo'lgan hissiyatni ayolidan oladi. Ayol o'zi ehtiyojliq bo'lgan taraflarini erdan qamdiradi. Ailenin içki illiqligiga, huzurga ayol kapolatlik qiladi. Ailenin yetakchiligiga kapolatlik qiladi. İşten herib yenib kelgan vaqtda yoki safardan yenib kelgan vaqtda yoki safarga chiqadigan, uydan chiqadigan vaqtda o'zining kelgusi jamiyatning asosi bo'lgan bolalarini xotirjam ayolga omonat qo'yib mangadi. Bu bir qalb huzuri. Ayol erining bu aileni güzel şekilde yeteklep, ihtiyaçlarını qamdab, ahirgi ep mağalaydigan yetekçilik roluga ayol xotirjam bo'ladi. Yani ikkisi birisi-birisidan xotirjam bo'ladi. Chunki ikkisining kam tarafi bor, qarish tarafdan to'liqlaydi. O'zining kam tarafini ayolidan to'liqlaydi, ayol o'zining kam tarafini nerdan to'liqlaydi? Eri tarafdan qanaqa qilib to'liqlaydi. Shunga ko'pincha ayollar erining qobiliyatlik, talantliqligidan boshqa ayollar oldida faxr qiladi. Nimishqa u o'zining o'sha talanti, qobiliyati, oilaga yetakchilik rolini to'liq joriy qildirish orqali ayoliga nimbagan xotirjam qilgan. Ayolidan xotirjam kishilar sirtda oilasidan hech qanday g'am qilmaydi. O'zining ishlarini xotirjam qilmaydi. Bu taraf ayet tilganılan liteskunu ilayhaning ifodasi bo'lsa kerak. Chunki erda o'zining vazifasiga yarasha iqtidorlar, xususiyatlar, o'zalliklar erda yaratilgan.
ayol da ayolning vazifasiga yarasha alohidliklar, xususiyatlar, xosliklar ayolda yaratilgan. Erning ehtiyojli tarafini, er yo'q tarafini ayoldan oladi. Ayol o'z ehtiyojli tarafini nerdan oladi? Erdan oladi. Bu tarafni qarshi tarafni nima qiladi? Xotirjam. Chunki o'g'lingda bor. Ayol erimda bor deydi. Eri ayolimda bor deydi. Yani bu kem taraflardan qanaqa olmaydi, ensirmaydi. Bunun o'zi oyatdagi litaskunu ilayha degan mazmunning ifodasi bo'lsa kerak. Allah razı olsun. Yuqorqi oyatninki ma'nosida tafsil tushunchaga ega bo'ldik. Endi Alloh taolo Qur'on Karimda ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa deb sura Nisa'da kelgan bir oyat bor. Bu so'zningki shariy tushunchasi nimalardan iborat? Ya'ni erlar ayollarning homilidir degan yuqorqi oyatninki ma'nosida. Ya'ni bu erlar ayollarning homilidir degan bu so'zni qanday tushunamiz? Endi biz burundan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa deganni ba'zida ayollarga kuchimiz yetmasa, gap anlatmasa ishlatib keldik. Erlar ayollarni boshqurdi degan shaklda. Amaliyotda buning ma'nosi buningdan keng bir shaklda kelishi kerak. Ya'ni erlar ayollarning homiysi, mas'uliyat egisi degan nuqtadan aytgan vaqtda masalani tushuntirishdan ilgari men bir qisqa misoldan birini olay. Bir cho'ng aeroplan bor desak, 400 yo'lovchi aeroplanda bor. Mushu aeroplanni uchitib saq salomat nishon yetkazadigan ikki odam bor. Ikki odam kichik kenarlikka balkim necha metrmi kelmaydigan kichik bir yerda taqoq bo'lgan bir yerda o'tirib aeroplanni qana qiladi, haydab mang'adamdi. Endi mushu yo'li uçquchilar, yani kapitan. Nimda men 400 yo'lovchi bilan birga o'tirib, xushal-xuram safarimda davom qilmayman. Nimda bu kichik bir yerga men taqilib, solinib o'tirman. Deyishi uning asli vazifasiga xilof. Ayol kishininki Allah subhanahu va taolo tarafidan yaratilgan vaqtdagi eng cho'ng vazifalarning birisi kelgusi jamiyatning asosini yaratish. Yani kelgusi jamiyatning asosi deganimiz bugungi kunda 5 yoshga kirgan kichik bolalar 20 yildan keyin bu jamiyat shunday bo'ladi. O'sha bolalarning bo'ladi. Bugun oilada shu bolalar qanday shakllansa, tarbiyalansa, yetiltirilsa, 20 yildan keyingi jamiyatimiz ayni shu shaklda chiqadi. Yine ayollar Qur'oni Karimda vaqarna fi buyutikunna degan bir oyatlar. Bu oyatni ko'pincha vaqtda ayollarni uyga solib qo'yish, uydan chiqmaslik degan bir shaklda tushunib olgan bo'lsak, mencha sal tardarida tushunib olgan bo'lamiz. Tabii ayollar uydan chiqsa bo'lmaydigan tarafi yo'q. Lekin oyat shuni bizga ifodalayotdi-ki, ayolning asosiy vazifasi oiladan boshlanadigan jamiyat qurilishi. O yüzden oyatda Allah ayollarning ehtimomini, diqqat nazarini, ko'ngil bilishini oilaga qanday qilyotdi, tortyotdi. Balkim ayol kishi oiladan chiqib ketgan ayol kishi ma'lum bir sohalarda utuq qozonishi mumkin, cho'ng unvonlarni elishi mumkin. Ammo mening shaxsan qarashimda o'zining bolalarini güzel şekilde tarbiyalab, amanatdor, kamtar, yuqori saviyadagi o'qigan masalan kelgusida o'zining millati, dini, jamiyati uchun cho'ng-cho'ng ishlarni qilgan bir holatga akagan bo'lsa, mencha mushu ayol kishining eng cho'ng unvoni. Yani bir oiladan chiqqan bolalarningki yaramliq odam bo'lib, jamiyatga yaramliq ishlarni qilishi, o'zining dini, millati uchun cho'ng xizmatni qila olganligi, shu onaninki qilgan xizmatidan ayirib qarg'ib bo'lmaydi. Onaning eng cho'ng alohidligi bu bo'ladi. Mushaka vaqtda men bir narsani deb qo'yay, ya'ni dunyoda har inson yoki boshqa har şey olsun yaratilgan bir vazifasi bo'ladi. O'zining vazifasini ado qilish har qanday amal ibodatdan afzaldir deb o'ylayman. Bir ayol kechasi 2-3lar bilan turib kechada qiyam qilib tahajjud o'qidi. Yig'lab yoshlari to'kilib ketdi, Qur'on o'qidi. Attigini tong atganda bo'lsa, sel harg'inlik tutib, charchab, uxlab qoldi.
öydeki balaları, mektep baradigan balaları tavşırıqları tekshirilmedi, gözünü keçirilmedi. Kiyimleri retlenmedi, mektep somkaları joyida retlenmedi. Güzel şekilde bir naşta qilib mektepke yo'lga salinmadi. O balının mektepke borgandan keyingi kayfiyati tuvalladi, o'qituvchilardan gap angladi, darsi keyniga chekindi. Ammo onun aksi şekilde kechasi normal uxlab bandat namazga turib, uyni isitib masalan, balalarning tavşirıqlarini ko'zdan kechirib mektep için çaylık hazırlap, kiyimlerini retlep, pakiz kiyindirip, somkalarını retlep, mektepke yo'lga saldı. Bu ikki ayolning o'tirdiği farqda seliştirish to'g'ri kelib qolsa, men ikkinchi ayol. Buni 1000 martaba birinchisidan yaxshi deb qarayman. Chunki birinchi ayol gerçi Rabb bilan bo'lgan aloqani chingitish uchun kechasi qiyom qilib, tahajjud o'qib qilgan bo'lsa-mu, o'zining asli vazifasini sal qiladi. Tabiiyki ikkisini qila olsa, tabiiy havo ne'mat, go'zal ahvol. Ammo ikkisining birisidan sal qaragan ahvol ostida o'zining vazifasini joyida qilgan ayol 1000 martaba yaxshi chiqadi. Masalan, mujning munosabati ikkinchisi birinchisidan muhimroq. Çünkü ayolning o'zining vazifasi shu. Masalan, mujning munosabatlik bir gapni qilay. Ba'zi iqtisod egalarimiz bor. Nafl namazlarını o'qib ketadi, nafl ro'zalarni tutadi, har diniy faoliyatlarga qatnashadi, ammo uning berilgan iqtisodga bog'langan bir vazifasi bor uning. Ya'ni iqtisod orqali qiladigan musulmonlarning iqtisodiy ahvolini ustunga ko'tarishga tegishli halol tijoratlarni o'tirib qo'yib, din dushmanlarining yoki g'ayri musulmonlarning ba'zi sohalarni tortib olishining oldini olib kuchaydigan bir taraflari bor. O'zining iqtisodiy sohada qattiq kuchish kerak ekan. Xo'sh. Müslümanların sanatını ortaya çıkış gerek, Müslümanların iktisadını rivojlandirish kerak. Bu vazifani qilmay aniq qilgan bo'lsa, ma iqtisod sahibi, ma iqtisodli kishi o'zining vazifasini qilmagan bo'ladi. Masalan deyli, Müslümanların askari desak, Müslümanların ishidan chiqqan ma'lum vazifa egasi o'zining ishini qilmay, boshqalarning ishini qilsa, bu o'zining vazifasini ado qilmagan bo'ladi. Müslümanların içindeki davetçiler, ehli ilmiler yoki cemiyetini yeteklaymiz deb o'tirib chiqayotgan olim, ulamo, ziyolilar o'zining vazifasini qilmay, men iqtisod tepib, iqtisodni rivojlantirib, mush orqali xizmat qilay desa, tam xato ish qilgan bo'ladi. Mushunga o'xshash, ya'ni har narsa yaratilgan bir vazifasi bor. Har kimning yaratilgan bir vazifasi bor. Shu vazifasi birinchi o'rinda. Shu ayol kishiga nisbatanmi vaqarna fi buyutikunna degan Alloh subhanahu va taoloning ayollarning diqqat nazarini oilaga markazlashtiryapti. Chunki mushu oilada bugungi kunda kichik bola, buvoq, necha yoshlik bola shaklda turayotgan bir bilik bir necha bola kelgusidagi jamiyatning asosi. Bugun qanday tarbiyalansa, qanday yetildirilsa, necha 10 yildan keyin jamiyat aşı shaklda quriladi. Yani cemiyetning qurilishi oiladagi ayolning nimasi vazifasi, yani ayolning qo'lida hisobda. Bu noktadan ayol kishi bu darajada og'ir mas'uliyatli bo'lgan ekan. Buning uy ichidagi shu mas'uliyatini ado qilish uchun hamda buningga mas'ul bo'ladigan, yetakchilik qiladigan, yeteklep mağdığan birisiga ihtiyacı var. O olsumu er. Yani bayatın ayette okulgan erjalu kavvamuna alen nisa degeni cemiyetinin yıldızı, urukçusu olan ailedeki bu küçük bir cemiyetini, yani bu vakt cemiyet desek olur, cemiyetinin asasını cahide yetildirip cemiyetinin ortaya çıkış için er kişi ayol kişinin şu vazifesiga yardım kılış gerek. Şu vazifelerden er kişi kanatında soruldu. Erjalu kavvamuna alen nisa degeni bana bu nokta. Endi mushu noktanın ahirasida men bir narsani qistiray. Er kishi agar o'zining mushu vazifasini tushunganida, bu ailening bir aile emas ekanligini, aslida jamiyat qurilishining asosi ekanligini, o'zining ailada bir erulab turish emas, jamiyat yaratayotganligini, ayolining nuqul bir xotun emas, jamiyat yaratquchisi, kelgusi jamiyatning qurg'uvchisi ekanligini bilganida, o'zining ustiga tushgan vazifasining nima ekanligini, huquqining nima ekanligini, ayolining vazifasining nimasi, huquqining nima ekanligini bilganida, andikin er kishi ma qiyodat, rahbarlik, yetakchilik vazifasini joyida qila oladi. Agar unda bo'lmagan vaqtda uni qila olmaydi. Allah razı olsun. Sizinki yuqoridagi oyatdagi al-qawwama,
ya'ni ar-rijalu qawwamun 'alan nisa degan oyatdagi al-qawwam so'ziga bergan tushunchalardan erning oilada yetakchilik rolini o'ynaydiganligi, shundaqla sog'lom yetakchilik qilish asosi qurilgan bu homiylik Alloh erlarni sharaflantirgan bir mas'uliyat ekanligi deb tushundim. Endi madamiki Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallohu ba'dahum 'ala ba'din va bima anfaqu min amwalihim degan bu oyatda homiylikninki ikki sababini bayon qildi ekandi. Oyatninki ar-rijalu qawwamun 'alan nisa degan oyatning oxirisidagi oyatga qaraydigan bo'lsak, homiylikninki ikki sababini bayon qilib, birinchi sababi bima faddalallohu ba'dahum ala ba'd. Ya'ni bu oyatda Alloh taolo erni ayoldan qaysi taraflarda ortiq qildi, ya'ni. Yuqorqi oyatninki nimasi qolsa. Bu masala nihoyatda zil bir masala. Ko'pincha biz burun faddalallohu ba'dahum ala ba'dni erni ayol kishidan ortiq qildi deblar. Buni nuqul ayollik darajasiga to'g'izib olgan bir ahvol bor. Endi mening tushunchamda bu yerdagi Alloh subhanahu va taoloninki erlarni ayollardan ortiq qildi degani biz deb o'tdik. Ayolning buyuk bir vazifasi bor. Xo'sh. Ayolning shu buyuk vazifasidan kim mas'ul? Er kishi mas'ul. Buning uchun er kishi o'zining huquqining nima bayonini deb o'tganimiz. Majburiyatining nima, ayolining huquqining nima, majburiyatining nima ekanligini bilish kerak. Xo'sh. Chunki bilim, bilish, ma'lumot har ishning asosi. Do'zax kirib ketishning tek sababi mu? Xo'sh. Bilasini bilmaslik. Sura Mulkning 10-oyatida do'zax kirganlar o'z do'zax kirish sababini bayon qilib, va qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Anlab bilgan bo'lsak, ma do'zax kirmaydik deydi. Bu nuqtadan tushungan vaqtimizda er kishiga yuklangan bu vazifa, yetakchilik vazifasi olg'achqa, vazifa nuqtasidan, mas'uliyat nuqtasidan er kishi sal yuqoriroq o'rinda. Ya'ni bu yuqori deganimiz daraja nuqtasidan emas, mas'uliyat nuqtasidan. Ya'ni mas'uliyatni sanab tug'ilsa, erning mas'uliyati ayol kishinikidan sal nimroq, ko'proq. Ya'ni Qur'onda da'vat edildi, Alloh sizlarga yukni jiqqatdi da'vat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bir askartish. Er ayoldan mas'ul deb bo'lib, nimishqa bima faddalallohu ba'dahum 'ala ba'd. Chunki vazifam ortiq da'vat edildi. Erning vazifasi ayol kishining nima ortiq. Sizning qiladigan ishing ayol kishining ortiq. Bo'lgandan keyin siz o'zingizning mas'uliyatni tuting. Sizning qiladigan ishing jiq da'vat edildi. Ana bu sizlardan so'rgan savolda masalan, ya'ni erninki ayoldan qaysi taraflardan erninki ayolning vazifasi ortiq. Yani bu oyatda bayon qilingan ortiqchilik nima deb buni so'ramoqchiman. Ya'ni ayol kishining shuncha buyuk vazifasi bor dedik. Buning oldida shu buyuk vazifani ustiga olgan ayol kishini yetaklash. Bu er kishining ustiga tushdi. Bu nuqtadan er kishining vazifasi ayol kishidan nima bo'ladi? Ortiq. Ammo shakaga vaqtda ortiq degan hukm ko'pincha reaksiya qiladi. Ya'ni biroqlam darajaga oprolib boshlaydi. Men bir misol keltirsam, oldimizda ikki mashina bor. Birisi sayohat avtobusi 50 kishilik. Yana birisi yuk avtobusi 10 tonna mal patadigan. Xo'sh. Aram ikkidan patadi. Shuncha qaysi yaxshi? Onun yaxshi yomoni yo'q. Bu o'zinki, bu nima sohasida? O'z sohasida. Bunun 50 kedan patadi, bunun 2 kedan patadi. Lekin bununga 100 kilo mal patmagan bilan bununga 10 tonna nima patadi? 100 patadi. Ya'ni bunun o'z sohasi va bunun o'zguchilik bir nimasi va sohasi. Ya'ni ikkilisi o'ziga xos bir xususiyatga ega yana. Ayol kishi o'zining vazifasiga loyiq shaklda ruhiy, jismoniy va boshqa jihatdan yaratilgan. Er kishi o'zining vazifasiga loyiq ruhiy, jismoniy hamma jihatda, psixik hamma jihatda vazifasiga loyiq yaratilgan. Ayol qilgan ishning nurg'unlarini er qilolmaydi, er qilgan ishning nurg'unlarini ayol qilolmaydi. Bu nuqtadan bu bir giralashma shakldagi holat. Bir-biridan ortiq tuvallik emas, balki bir-birini qana qiladigan, mukammallashtiradigan, bir-birini to'liqlaydigan bir holat.
Allah razı olsun. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nınki erni ayaldan farqlı qilib, yani özüge her ikkilisine yani ayrım bir hususiyet bilan yarışı, er cinsinin ayal cinsinin afzalligini taqozo qilamiz bu yerda. Yani bayatniki degan misollarımızda menimcha buning javobi chiqib bo'ldi. Ikki mashinaning mav ma'nodan ortiq digilolmagani tek. Faqat vazifa farqi. Vazifa farqi. Mas'uliyat farqi. Er ayolning o'tirgan farqi. Qandaqdir bu ikki jinsning birisidan nima ortiq. Yani afzallik nuqtasidan bunda ortiqlik bo'lmaydi. Chunki darsimizning, suhbatimizning başida o'qib o'tdik. Ayollarga çekilgen mas'uliyat Allah'ın nazarındaki ve bunu ada qilsa beriladigan mukofot, erlarga çekilgen mas'uliyat ve bunu ada qilsa beriladigan mukofot ve her ikkalisi ada qilmasa uchraydigan jazo o'xshash. Bu nuqtadan er ayol nima o'xshash. Chunki dars suhbatimizning başida o'qigan oyatda min anfusikum. Ayol erdan o'xshash inson. Erning qanday muhabbat, nafrat, g'azab yaxshi ko'radigan, yomon ko'radigan tarafi bo'lsa, ayol kishining o'xshash. Ashta tarafi bor. Bir-biriga ehtirom qilmoq lozim. Hech kimdan ortiq yaqin emas, tuvan emas. Masala mas'uliyat masalasi va mas'uliyatga qarata berilgan imkoniyat alohidlik masalasi. Oyatdagi ikkinchi sababiga ko'z yugursak, va bima anfaqu min amwalihim. Ya'ni er ayol uchun o'z iqtisodini sarf qilganlik uchunla ayol erning homillik ostida bo'lgan bo'lamdi yani. Yani bu del bayatın az biraz ilgili soğan erler ayollardan qaysi tarafda vazifasi yuqori degan savolning javobi şu so'gan savolning o'zi bo'lib qoldi. Erning ayoldan ortiq ustiga olgan bir vazifasi bor. Bima anfaqu alayhim ki ayolning butun iqtisodiy xarajatlari maddi teminatlarının hemmisinin yükü kimnin üstüne yüklengen verimiz. Bu artık taraf. Bir ailedeki er ayalının ayal bayoğan takdirde mi ayalga mesuliyet noktasıdın mesuliyet gelmedi, yük yüklenmeydi. Mesela aileni kuruştan başlaydı. Er ayal toy kılıp bir aileni kurmak çok vakitti mi? Er toyla kalıdı. Bu erin üstündeki mesuliyet. Ayal kişiye kına kılıdı, alıdı. Alıdı. Aile kurup bo'lgandan keyinki aileninki ichidagi umumiy moddiy ehtiyojlarning hammasini qamdash kimning ustida? Erning ustida. Ayol kishi ustiga aslo vazifa tushmaydi. Bu eriningki mas'uliyatining ayollarnikidan nima ekanligi ko'p ekanligining bir tarafi. Shunga bir oila qurilgandan keyin oilani buzishda talaq huquqi kimga berilgan? Erga berilgan. Endi mishakaga vaqtda bir narsani qo'shib qo'ygim keladi. Bir oilani buzishning 3 xil usuli bor. Xo'sh. 3 xil. Buning birining huquqi erga berilgan. Yana birisining huquqi ayolga berilgan. Yana birisining huquqi erga berilmagan, ayolga berilmagan, balki qozi, yana bugungi sud. Buning berilgan holi bor. Ya'ni bu arabcha fiqh atalgan degan vaqtda talaq, xo'sh, al-khul yani birisi tefrik. Aileni 3 xil şekilde buzg'uldi. Bir aile eğer zaten qamlashmadi bu ikisi, bu aileni chuvitish to'g'ri kelib qoldi. 3 xil holati bor. Talaq erning qo'lida, xul kimning qo'lida? Ayolning qo'lida. Ayol xul qilish orqali aileni buzalaydi. Eğer kishi talaq qilmagan taqdirdami, ayol kishi xul qilib kelishib, uning tafsiloti fiqh kitoblarda bor uning tafsiloti. Bu ayol kishining huquqida bu. Anlayınca üçüncüsü tefrik deyimiz ayrı ve teşhis. Kilişenmedi bu aile. Bombadı bu aile. Bu aile normal aile bombadı. Bu vakti da sot mesela. Üçüncü bir taraf. Üçüncü bir taraf. Erdim bombaydı hukuku, ayaldım bombaydı hukuku, sot ayrıydı. Demek bir ailenin çoğuşunun hukuku gelgen vakti mi? Aile kurgan vakti mesuliyetki karab turup ailenin çoğuşunun açıkça tarafları tutulgan. Çünkü aileni kurgandan tartib bunun iqtisadi, maddi bütün mesuliyeti kimden üstüne çıkan? Erden. Bir adam bir aileni kuruş için neçe mingni harcadi. Tamam mı? Onu ekilip yeni bir esek poku diye buzub qap o'tasa, bu qanday ahvol oldu? Şoňaşqa talaq huquqi kimning qo'lida? Erning qo'lida. Ammo xul qilib burun mesela sarf qilingan ashu xarajatlar ma'lum darajada kelishib qana qilinsa, bir taraf qilinsa talaq huquqi kimning qo'lida bo'ldi? Ailenin çoğuş huquqi ayol kishining qo'lida bo'ldi.
yoki adil shaklda ayrıladigan nimaning qo'lida qozi, ya'ni sotning qo'lida bo'ladi. Bu shaklda. Ya'ni islomda huquq qanchalik berilgan bo'lsa, majburiyat shunchalik atilgan. Yoki majburiyat qanchalik atilgan bo'lsa, uning huquq shunchalik berilgan. Qanaqdir bir yerda anadan ortiqligi, maningdan tuvanlik masalasi emas, balki ustiga yuklangan vazifa, mas'uliyatga qarab turib, uning qo'liga berilgan huquq berilgan. Bu shaklda tushunsak bo'ladi. Allah razı olsun. Ustaz, biz bugün to'xtalgan oyatdagi ba'zi mazmunlarni Allah chiqishiga asos kelgan qitimqi, ya'ni erlarning ayollar ustidagi haqlar to'g'risida yana bu oyatni chiqish qilib turib yo'ritib berishga tirishimiz Allah xolisa. Bugungi dersimiz asos jihatdan mehr muhabbat, ko'yimchanlik, ega chiqish va ko'ngil rohati qatorliq bir bo'lib masalalarga umum bir aniqlik berilgan bo'ldi. Ayetini çıkış qilib turib, Allah razı olsun. Bugünkü dersimiz şayet ahirleşiyor. Hürmetli qarindoshlar, huquq va mas'uliyat nomli programmamizninki 4-cü bölüm bo'lgan erlarning ayollari ustidagi haqlari, ya'ni mehr muhabbat, ko'yimchanlik to'g'risidagi suhbatimizni bu yerda oxirlashtiramiz. Ulug' Rabbimizdan hammalarga dunyo va oxiratda yaxshilik tilayman. Hammalardan ulug' Allah razı olsun. Görüşkünce aman bulunla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.